Aziz do'stlar, Gemini markada Bizzatini 8 Pro Max mashina. Bilasizlar, buni tavsiyalash kerak. Yo'q, mashinani hamma biladi. Mashinamizga qilingan jihozlar to'rt yumshoq bo'lib, podnoshka, tonirovka ruxsati bor ekan. Tonirovka ruxsati bor. Mashina o'ta ideal holatda yurgan probegi atiga 90 ming kilometr yuribdi. 8 Pro Max bu Cherry'ning eng dodasi, oxirgi full pozitsiyasi. Mashina kraskalar obdon tekshirib olinadi, toza deyilyapti. Xudo xohlasa, dehqonda bu ham mashina egada oldi kapotida bitta tosh tekkan joyi bor mashinani. Mashina o'ta akkuratni minilgan. Egada mashina do'stlar. Mana shu olib keling, mana shu joyda, mana shu nuqsonchasi mana shu mana. Mana shu nuqsonchasi mana shu. Bu mashinamiz narxini 26 ming deyishdi, yo'q, 25 ming ham deyovering. O'zlari 40 ming dollarga olgan ekan mashinani. Endi o'zini hojatini chiqargan, endi hozirgi holatda bozorga kuniga olib, mashinamizni 25 ming baho qo'ydiryapsiz, xudo xolasa. Yana uncha-bunchasini o'zingiz kelishib, nasl-nasl qarab, baraka qilib, aloqa qilib, mashinani kraskasini ko'rsatib olib, 100% baraka qilaverasizlar. Do'stlar, обязательно mashinani obdon tekshirib turasizlar. Kredit yo'q, top-toza nuqsoni yo'q mashina. O'sha aybchasi, shu tosh tekkan joyi bor. Do'stlar, murojaat uchun telefon raqamini aytchiydi. 93lik 649 4005 ga telefon qilib, o'zim bilan bog'lanib, akam bilan baraka qilaverasizlar. Do'stlar, mashina bosadigan xonasi turibdi, bosish kerak. Akkuratli mashina ekan. Do'stim, like bosishni esdan chiqarmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Samolyotcha qilib reaktorni bunga jo'natib oyinglar. Rekka chiqsam, bizda ham videolar sizlar uchun xizmatda Gemini bor.